Ay, to'g'ri, maktabga kech qilasan. Tur deyapman men senga. Yana juftli. Ay, maktabgachi. Hop. Sovuqda maktabga boraman. Yaxshiyam mana shunaqa kiyimlarim bor. Bunisi sovuq qolardi. Bo'ptunda men maktabga. Bo'pti, o'rtog'ing bilan birga ketgin. Hop. Hozir betimni yuvay. Bo'ldi. Hey, Reker, yur maktabga. Narsalaringni ol. Issiq kiyimlar kiyib ol. Ko'cha sovuq. Eshikni yopib qo'ymasang, suv qotib ketasan. Kiyib ol. Kiyimlaringni bo'ldimi? Yo'q. Ketdik maktabga. Eshigingni yopmaysanmi? Kelguncha uying sovib ketadi. Yur. Kir. So'tam 8:30 bo'pti. Qara. Hozir ustoz bizni so'kadi-yu kirsak. To'g'ri? Birinchi sen kir. Ay, nimaga kech qolding? Qani olavi o'rtog'ing? Meni chaqiryapti. Men ustoz. Tez o'tirish joyingga. Hop. O'tir. Birinchi soat tasvirisini xohlagan rasmingni chizasanlar bugun. Hop. Hozir chizamiz. Ana chizdik. Ana. Chizib oldingmi seni? Yur ustozga beramiz. Qani, ko'rsatchi. Yaxshi. Mana ustoz. Chizgan rasmingiz. Ko'rib olarsiz. Zo'r chiqibdi. Seniki Reker. Ber sen ustozga. Seniki ham zo'r ekan. 5 ikkoviniki ham. Keyingi soat ona tilingni olish. Hop. Mana varaqani o'tkazamiz. Nechinchi betida? Ay, nechinchi betga keldik, aytib ber. Ikkinchi bet yo'q u bayda. 10-chi ochamiz. Darsimizni endi qilamiz. Mana hozir varaqni yozib olay. Bo'ldi, yozdim. Sen ham yozib oldingmi? Mana ustoz qilganimiz bu uy ishi. Senga tur. Nimaga? Bitta xato qilibsan. Bo'pti. Qani senga nechi qo'yadi? Senga esa Reker -4. Ha, menikidan yarim baho kam. Ha. Ustoz, Endi kessak bo'ladimi? ketaver. Kech bo'lib qopti-da. O'sha uchun kech qolmaslik kerak. Ertaga erta turib, erta kunda kelish. Hop.
erta kun. Men uyimga ham yetib keldim. Svet o'chdimi? Ha, svet o'chdi. Sen nima kech qolib ketding? Bugun kech borganim uchun bo'pti uxlayman. Yorug' ham tushibdi-yu. Bo'pti, men unda maktabga ketdim. Ya, bugun yakshanba-yu. Yakshanbami? Unda men kiyimlarni yechib ketdim. Endi men uyda o'tiraman. Hozir buni ko'rsatib qo'yay-da. Qarang, men kecha maktabda nima chizdim. Zo'r ekan rasming. Men shu yashab turgan joyimizda rasmini chizdim. Zo'rmi? Ha, zo'r. Shunaqa zo'r qilib chizib, zo'r a'lo baholar olib, 5 lar olib kelgin. Xo'p. Unaqa bo'lsa endi men o'rtog'imni chaqirib o'ynasam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'pti, men ketdim. Reker, uyingdamisan? Hey, yur. O'ynaymiz. Har kun sen eshigingni yopmaysan. Ko'cha ham sal isib qopti-ya. Kel, men uyimga kirasan. Mana bu meni akam. Meni akam. Shu ke. Ana o'tir. Hayda, kompyuterlar bor, o'ynaymiz mazza qilib Minecraft. Ender Dragon'ni yutamizmi birga? Ketdik endi Ender Dragon'ni yutamiz. Men almos topdim. Ke oldimga? Mana. Ketdik endi Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Nezirga, olga. Men infiritlarni o'ldiraman. Sen Ender marvarni topla. Endi oddiy olamga qaytamiz. Sen nechta Ender marvarni toplading? 10 ta. Yetadi. Ayda ham ko'zlar qo'yilgan shekilli. Mana kirib oldik. Endi portalni ochamiz. Bo'ldi, mana ochdik. Bo'ldi, kirdik. Ender Dragon'ni yo'yish kerak. Sen kristallarni sindir. Ender Dragon men oldimga kelyapti. Bu. Mana pastga qo'ndi. Divanda portlat. Divan yo'qmadimi? Menda bor. Mana, menda bor. Bo'ldi. Yutdik, bo'ldi. Yutdik Minecraftda. Bo'pti, endi uyingga chiqib tur, bor. Sen ham meni chaqirasanmi? Bo'pti. Nima meni chaqirma. Ey! Nima endi sen meni chaqirmading? Oldimdan indamasdan o'tib ketding. Uyingga kirasanmi? Hozir. Sinf ochiqmidi? Ha, ochiq. Nimaga bugun darsga kelmasding? Bugun yakshanba-yu. Yakshanba emas. Bugun dushanba. Buni tezda rektorga aytish kerak. Ey rektor. Bugun dushanba ekan, maktab ekan. Hozir qornim ochib ketdi. Ozgina non bilan go'sht yeb olaymi?
Siz yemeysizmi? Yo'q, yemayman, o'zi yeyavr, men qotim to'q. Bo'pti, unda men ozgina yotaman. Meni o'rtog'im chaqiraman deydi. Chaqirmayapti. Uyga boraychi. Hey. Sen meni chaqiraman diyording, chaqirmayapsan-a? Hey. Dinde atacağım seni din uflap oldu. Akam uxlab qoptimi? Akam. Bo'pti. Endi o'ynaymizmi? Sen uyingda? Men endi yoz keldi, nima buncha issiq kiyimlar kiyib olding? Yechib ver uni. Yechib chiq. Uyingni bunday ochib qo'yaylik. Uying ham isib ketibdi-ey. Bayda artefakt shaharda ko'chib ketdi shu shaharga. Ketdi, oldiga borib ko'ramiz. Shaharda bormikan? Shu yoqdamidi. Yurchi. To'xta, oldin o'zimiz bilan narsalar olaylik. Bor uyingda ovqatlar olib chiq. Senga ozgina non olaman. Go'shimdan olaman. Endi biz ketdik. Oz qoldi shaharga. Ketdik. Mana. Yur, muncha sekin yugurasan. Yugurishimiz kerak. Oradan уже 5 soat o'tibdi. 5. Ozgina ovqat yeb oldik, qo'lnim ochdi. Kelyapsanmi? Oyoqlarim olib ketdi. Hey. Ana bu bitta akadan so'rachi. Ana bu bratdan so'rachi. Qishloq emas u, brat. Aka de. Ha. Nima kerak? Artefakt qaydaligini bilmaysizmi? Kim u artefakt? Bilmaysiz ekan, bizda do'stimizda. Aka, mabodo siz bilmaysizmi? Men uni taniyman, lekin qaydaligini bilmayman. Bo'pti. Yo'q ekan deydi. Qorong'i tushyapti. Endi biz nima qilamiz? To'g'rimi? Ketdik uyga. Yugurdik tezroq bo'l. Oyam o'zi chiqib bo'ldi. Lekin biz hali ham uyimizga yetib borganimiz yo'q. Anida. Qoch, o'g'rilar. O'g'rilar, qochdik. O'g'rilar. Uyimizga ozgina qoldi, qoch sen. Qochyapsanmi? Ket tezroq, yugur, qansan? Yo'q, menimcha uni yo'qotib qo'ydim. Do'stimni yo'qotdim men. Aka, men do'stimni yo'qotib qo'ydim. Nima? Endi uni nima qilamiz? Qaydan topamiz? Bilmadim, yo'qolib qoldi. Bo'pti, unda men uxlay.